Salom, sizlar boshlaydilarim. Bugungi videoda sizlar bilan men do'stlar 60 ta bo'ldim. Hammaga rahmat. 63 ta to'g'rirog'i. Men islom chiqiridan ochdim. Bu hammaga hozirgacha obuna bo'lganlarga hammaga rahmat. Obuna bo'lmaganlar esa obuna bo'lsin. Iltimos sizlardan kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Do'stlar, men 60 ta bo'lgan munosabati bilan men sizlarga qanaqa hozir o'ynayotgan Minecraft'ni tortishni o'rgataman. Agar tayyor bo'lgan bo'lsangiz, olg'a. Do'stlar, hoziroq ko'rsatmayman. Do'stlar, birinchi o'rinda men Wi-Fi'ga ulanaman. Do'stlar, Wi-Fi'ga ulanganimdan keyin men Play Marketga kirib olaman-da. Qidiruv joyiga kirib, Craftsman 2 deb yozaman. Craftsman bunaqa yoziladi. Kemakda joy tashab 2 qilasizlar. Keyin do'stlar tortasizlar. Mana shu Minecraftda birinchisida turgan. Xuddi men mana shu Minecraftda o'ynayman. Buni tortib olasizlar. Do'stlar, Craftsman 2 ga olg'a. Agar sizlarda kirish uchun qanaqadir muammolar bo'lsa, aytishingiz mumkin, men o'zim qilaman. Men agar 80 ta bo'lsam, 70 ta bo'lsam, qanaqa qilib mod qo'shadigan narsa, to'g'ri skin qo'yishni o'rgataman. Agar hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, video tugadi. Bugungi video qisqa bo'ldi. Shunga yarasha foydali bo'ldi deb o'ylayman. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar.